Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube obunachilari va bizni tomoshabinlar, xudo xolasa mana zakaz bergan mijozlarimiz yuklari birma-bir sekin yuklab bo'ldi. Xudo xolasa erta tongda vohaga yo'l olmoqda. Bu yog'i Angren, Qashqadaryo va Surxondaryoga yuklaganmiz. Dastavka bormi deganlarga bor albatta. Kelishilgan holatda Isuzu'dan chiqarib yuboramiz yoki kelib o'rnatib berib ketinglar desalaring, kelishilgan holatda olib borib o'rnatib berib kelish xizmatlari ham bor. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Shahand Olchin qishlog'ida bo'ladi. So'ri, Chorpaya, Tapchan kerak bo'lsa, bemalol obuna bo'lib qo'ysangiz, qachondir kerak bo'lib qolishi mumkin. Aloqaga chiqarasizlar. Ishinglarni tez va sifatli qilib bitirib beramiz. Bu so'rilar qanaqa so'rilar deganlar uchun xudo xolasa profilga kirsalaring, misol batafsil ma'lumotlar berilgan YouTube kanalimizda, har xil mavzu degan YouTube kanalimizda. Hammalaringga kattakon rahmat. Video ozgina va qisqacha bo'ldi. Dastavka qilish jarayonini bir ko'rsatib qo'yay dedim. Xudo xolasa akalarimiz chiroyli qilib olib borib o'rnatib berishadi. Videoda ko'rib turgan bo'lsangiz, zakaz qilgan bo'lsangiz, zakazingiz xudo xolasa yo'l olmoqda. Chiroyli qilib inshaalloh olib borib o'rnatib berishadi. Obuna bo'lib bizni kuzatib borayotganlar, like bosayotganlar, qo'llab-quvvatlayotganlarga hammalaringga katta rahmat aytib qolamiz. Bizni kuzatishdan to'xtamanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.